Tak, akalar, mana hozir kech soat 9:30-10 bo'lyapti. Chinozda qo'ygan moykamizda bitta obzorni olishga keldik. Qaranglar endi. Bannerlar olibdilar, qarang, yallama samoyka deb qo'yibdilar, ko'rgan bo'lsangiz. Tak. Mana bu yerda bizning keysimiz turibdi. Keysimizga e'tibor bering. Vada Pena Nano shampun Vosk Active Pena Premium Osmos Pauza. Mana shu shaklda turibdi. Mana bu bugun endi suv kam bo'ldi. Bunisi boksda ko'p yuvilibdi lekin. Qanaqa chiroyli. Keyin tepadagi asoshenaga e'tibor beringlar, qanaqa led. Mashinani ham qanaqa xuddi tuningdan chiqqandan keyin qanaqa holatda ko'rinadi, xuddi shunaqa joziba berib turibdi. Tak, bu joylari keng. Otabek akamiz shu yerdalar mana. Tak, osma pilososimiz, legendarniy osma pilososini ko'ryapsizlarmi? Qana yonib turibdi. Bunga zashni bitta qo'yish kerak. Bitta muammosi shu. Bu yerda oddiy moyka, buni ham xudo xolasa samomoykaga o'zgartirish kerak degan fikrlari bor. Nasib bo'lsa. Mana shu Chinoz yallama post Qozog'istonga ketadigan postga yaqin joydagi moykamiz. Qo'yib bergan moykamiz. Bonus tizimda chotki ishlayapti apparatlar. Muammo bormisam? Yo'q, muammo yo'q, zo'r ishlayapti. Faqat pulni bosishga soqqa qilish kerak deyaptilar.